tashrif buyurdilar. Ovulyatsiyalar yakshanba kunga to'g'ri kelib qoldi, lekin shunga qaramasdan biz butun komandamiz bilan yakshanba kuni ular uchun chiqdik. 6 yil bu kunni kutgan ekanlar, 6 yildan beri deb tushini uxlashyaptilar. Va Shahnoz Tajribayevaga katta salom, sizni qizingiz juda ham chiroyli tayyorlab berdingiz, bizga katta rahmat. Juda уже 1 sekund o'zini vachidan ichiga kirdik, ovulyatsiya belgilari bor, уже shuni kanallari ham ochiq, chiroyligini o'zlarini ham hammasini isbotlab berdi, bir tomchi ham chiqmasdi, hammasini vachidan o'zga tashlab ketdik. Indishka kateterlarni ishlatdik. Hamma joyda qimmatbaho kateterlarni ishlatishmaydi. Bizda har bir ayol uchun individual bitta sterilniy kateter, yangi ishlatilmagan kateterlar ochiladi, rastvorli qimmatbaho rastvorlar ochiladi va sperma xuddi ekoga o'xshab bir necha soat tayyorlanadi.